Qavut aslan bilan shaharlik bo'lsin, biz shu Qavut yarimizdagi Van Xon bo'lib ketganmiz, Dılon o'sish markazi kelgan. Yengamiz o Sholobus futbolda o'sish markazi. Qarabaqsanlar bo'lib shunda payzalatda bir xil azadlik chiqib turdi. Undan boshqa meyadalik o'yinning mashinalari chiqib qolibdi. Ma'lum binolarning kelib qoldi-ku. Mana Qarabaqsanlar bo'lib ma'lum suvsiz baxsgan. Yan tarafda kanaldan qo'roni ichgan. Liqi ma top yig'ilgan rayon nisbatan yana bir liqi WhatsApplashtirish kunimiz bor emas. Qarabaqsanlar bo'lib anda chiqdi ekan. Liqi suvni shundalik ushaq qilib, ashla isqib berdi ekan. Undan keyin mendek biyam odamga mana shunda foydali ekan. Undan keyin ma'vo qarsanlar bo'ldi ma'vo liqi mehmonlarning paranjligiga ekan. Shunda bir xil azadi, bir xil chiroyli bo'lib ketdi. Undan keyin mayaldim liqi o'ylarning har xil nusxalar bor ekan. Jami 38 xil nusxasi bor ekan o'yiningki. Mana qarabaqsanlar bo'ldi. Uyning ichida ustida mandaliqi havo almashtirgan uskunasi bor ekan. 24 soatga buni o'zingizlar kodro qolaydi ekansizlar. Liqi darizni ichishdan hojat yo'q. Hamda odatda darizni ichib qo'ysak havo almashtirmasda bir top kirib ketadi emasmi? Narx mushundan foydalansak bo'ldi ekan. Darizni ichishdan hojat yo'q, havo almashtirib berdi ekan. Undan boshqa shu infanshi tonson bor ekan. Shu undan boshqa ruh qo'mishni chiroyimizni skanlab qo'ygan uy kirdiga xatar. Degan ekanmiz, pek yaxshi ekan. Mana ishlarga material ekan, mana qarabaqsanlar bo'ldi. Aşağı tushuntirilishi bakon qolgan tepsili kelgan jigan ko'rib qilaman balki film chekish mumkin chiqarib qo'ysam. Shunga men qarab baqsam bo'ldi. Ishlatgan materialda to'liq chiqaribdi. Undan boshqa mana o'yiningki 30% yuqori turgan yeshillashtirishi. Undan keyin men chiroyli bitgan u yetal shuna kuz chiroyini bakana. Undan keyin maydaning bir o'zalliklar bor ekan. Buning o'sha aynaklarmi shuna qilinalati chiqadi ekan. Hamda shu lodi chon deb qo'yamiz. Shu ustidan tatib ostigacha butun aynak chiqadi ekan. Undan boshqa mana Altın mektebning etrafidagi bu shovchumi mana Altın mektep. Hamda shu nayimizda qilib o'tirishga joylashibdi. Chiqib mana o'zalliklarning hammasi mishaga X itibdat qala bu shovchuniki. Shu film bir atroflarda sataqib qo'ygan bo'lsanglar, boshqalar foydalanib qolsa nima chiqadi deganda Viyat öy ammisanlar bir kilip körep çıkarız etken. Hazır materet binanın sıvısıptı materetime yiyişleştirip başlap olgan gepe karanlar mana. Meya tamlarını silip onun iken küçük balalarını oynaydığa yer iken. Mana küçük balalarını oynaydığa işkital yer bayken. Bunundaki muşalat pütüdü iken. Şu xerdal kegen diye köson deyip şuna aşağıda çıkarıp koyaptı. Bunundaki aşağıda oldu iken. Materet binanın sıvıtılı materette pütürüp koyatmışım. Bir körep bekanlığa tukallar. Materette yine laylaydıgan o yeditalıqı küzüş noktası bayken. Dememez hazır müşen pütügüldürüptü. Atraplarını bakın berip körep baktık. Hazır yine hemen közlerip kalsam film vaktim bek uzun ketdi. Bir şey kilip bir körep bakınlar, etrafımda dostlar takip koyanlar başkalarına bir faydalanıp kalsın. Rahmet.